Birinchi sort akalar mana shunaqa sifati zo'r bo'lgan shirvoz qo'zilarimizning eng bir arzon joylaridan xudo xolasa akalar ko'rsatib o'tgani Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq qishlog'iga yetib keldik akalar. Akalar kechagina buni sal oylik kichkina variantini ko'rsatib o'tgandik, lekin akalar mana shunaqa sifatli edi, sal kattaroq variantidan so'ragan yurtdoshlarimiz bo'lgandi. Xudo xolasa akalar bugun biz aytib o'tgandek Nazarbiy arzon chinoliga yetib keldik. Mana shunaqa sifatli qo'zilarni akamiz olib kelibdilar. Bemalol kelib ko'rib bahosini berib ko'rsanglar bo'ladi. Akalar ochiqchasi aytadigan bo'lsak, bunaqa kashtan rangli, qora baxmal akalar qo'zilarimiz har doim chiqavermaydi. Realli kashtan qo'zilardan olaman, yaltiroq sifatli birinchi sortlardan olaman deydigan yurtdoshlarimiz bo'lsa, Nazarbiy akamizga chiqib barakasini bosib olsanglar bo'ladi akalar. Akalar bittadan like bosib qo'yinglar, xudo xolasa shunaqa arzon sifatli qo'zilardan so'ragan yurtdoshlarimiz bo'lgandi. Nazarbiy aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Ilhom aka, zo'rmisiz? Charchabayapsiz, ishlaringiz zo'rmi? Bo'ladi, zo'rmi aka? Rahmat. Tinmaysiz, o'z kechagina 2 partiyada qo'zi chiqargandik. Ilhom aka, kecha akalar sotib yubordik. Xo'p. Surxondaryo bir moshina yuklak bo'ladi aka. Abetda Deqanoboddan shuna onasini tagidan olib keldim aka, salqindan, tog' tagidan. O'z bir labaga ortib keldim, soni 16 ta aka. Xo'p. Aka bir 11 tasi urg'ochi, bir 5 tasi qo'shqor aka. Hammasi bir qo'ra. Haqiqiy aka, qo'y qilaman degan odamniki. Sifatini, holatini ko'rsatib turing aka, yaltirab karsillagan bodringda turibdi aka. Gapi, bular endi necha oylik qo'zilar? 2 oylikka olishaversin. 2 oylik qo'zilar akalar hisobga. Lekin umuman sifat sohasida 1 gram kamchilik yo'q Ilhom aka. Lekin 2 oylik qo'zilarni qo'yamiz, bundan maydaroqda bu yo shunaqa, sort shunaqami, o'zi uchanmi shunday? Aka buni egasini men qo'yini ham olaman, qo'sini ham olaman aka, qo'chqorini tanlab. Aka 1,5 ming dollar, 1000 dollarlik qo'chqorlar qo'yadi olib kelib aka. Surxondaryo Bobotog'dagi tog'lardan olib kelib qo'yin sortlab olgan aka. Men aka xohlasa ushlovni ko'rsatib beramiz. Men aka qo'chqorni. Mana aka. Kuch bermaydi aka. Urg'ochisidan ham ko'rsatib beramiz aka. Sifatiga e'tibor bersa obunachilar bo'ldi aka. Boshqa narsa kerak emas. Bemalol aka 10 yil indamay qo'y qiladi. Mana akalar. Ko'rsatib. Bir qo'ra 10 qulog'ida aka yashil sirg'a urilgan. Bir qo'ra emas. Bitta aka begonasi bo'lsa obunachilarga pul kerak. Gapi, quloqlari ham mana akalar ko'rib olaverasizlar. 10 qulog'ida ko'k sirg'a akalar, endi bitta sirg'a, bir xil sirg'a akalar qo'yilgan. Mana. Yeb-ichlar sog'lardan bo'lmay yo'q, to'g'rimi? Ya aka tog'da archasini toza havo umuman filtrlangan havodan kelyapti-ku bular. Mashalloh mana. Buni narxini aytaydigan cho'zmasdan, narxini necha pul qo'yamiz? Ilhom aka. Buni 16 man savdolashib o'tmaymiz. Xullas aka, kelishilgan holatda bir udar narxda aytaman aka. Obunachi yo'qadigan narx. Xo'p. 3 million so'mdan Samarqand Buxoroga dastlabki qilib bera olaman. 3 million so'mdan Samarqand Buxoroga. O'zi 16 ta aka. Vodiy boshqa joyda ham 50 yillik alohida kelishaveramiz aka. Lekin aka haqiqiy 10 yil qo'y qilaman, qo'sini olaman degan odam kelaversin. Gap yo'q. Akalar o'n bittasi olib ekan, 5 tasi qo'chqor. To'qli bo'lib qolgan aka, to'qli. Mashalloh mana. Akalar. Yungini ham o'z tushadigan variant aka mana. Gap yo'q mana. Akalar bunaqasi bo'lmagan qo'zilar haqiqatan sifatli. Akalar 3 million so'mdan baho qo'yildi. Dastlabkasi ham xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Qo'zilar o'dar akalar. Bemalol bitta ko'ra olaverasizlar. Ranglari kashtan, bir-biridan chiroyli. Bironta pachog'i, yungi boyaki patay bo'lib ketgan qo'zi yo'q bu yerda. Har bittasi akalar yaltiroq qo'yishda o'zi ham zo'r bo'lib turibdi. Maza qilib qo'y qilaman deydigan yurtdoshlarimizga bemalol qo'rqmasdan akalar tavsiya qilaversak bo'ladi.